Shunaqangi shinam va fayzli xonadonda yashash niyat qilgan bo'lsangiz, kanalimizga podpiska bosib, videoga bitta like bosib qo'ying. Men sizlarga shunaqangi 4 sotix 6 xona kirib yashashga tayyor bo'lgan, narxi ham $51.900 bo'lgan uyimizni obzor qilib beraman. Hovlimizga kirib kelishimiz bilan bizda shunaqangi o'ziga xos bo'lgan darvozaxonasi kutib oladi. Bu yerga bemalol mashinani joylab yurganimizda chap qo'lda bizda основной ikkita xonasi, ya'ni mehmonxona hamda o'zining yotoqxonasi va o'ng qo'lda hammom hamda sanuzel joylashgan. Uyimizda shunaqangi chiroyli qilib brushatkalarni ham bosib qo'yishgan ekan hamda sokollarga kafeldan terib qo'yishgan ekan. Hovlimizning ikkinchi qismiga o'tganimizda bizda qatorasiga 3 ta xona joylashgan ekan. Birinchi xona, ikkinchi xona hamda uchinchi xona va oxirgi qismida alohida bitta xona solingan. Oldida oshxona hamda o'zining alohida hammami va ko'rib turganlaringizdek orqamdagi огород. Bu yerdan ham bemalol polizekilarga foydalansanglar bo'ladi. Kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, suv, svet bor, gaz suyultirilganiga moslashgan. Manzilga keladigan bo'lsak, Andijon shahar Mirpostdan 9 damaslar konechkasi. Eng qiziqarli jihati, uyimiz turgan taraf shahar zona, o'ng taraf esa tuman zonaga kirar ekan. Quyidagi raqamlarga aloqa chiqib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narxini yana bir bor eslatib o'taman, $51.900.